Yevropa standartiga mos. Assalomu alaykum, ismim Madina. O'zimiz oilaviy Yevropada yashaganligimiz sababli bu safar O'zbekistonga uzoq muddatga keldik. O'g'lim Yevropada 1 yoshdan bog'chaga boradi va bizga Yevropa standartiga mos bog'cha kerak bo'ldi. Shuning uchun anchadan beri o'zim onlayn har xil bog'chalarda ko'rib kuzatib keldim. Va shundan bizga Nebula Montessori bog'chasi juda ham ma'qul keldi. Farzandimni bu bog'chaga kelayotganiga atigi 2 hafta bo'ldi, lekin shunga qaramay juda ham xursand. Moslashish davri juda tez o'tdi. Biz bu bog'chani tanlaganimizning asosiy sabablaridan biri o'zim farzandlarimni Montessori uslubida tug'ilgandan beri katta qilishga harakat qilaman. Shuning uchun tarbiya metodikalarim bog'chadan topa oldim. Shu narsani bog'chadagi tarbiyachilarda, ustozlarda yondashuvi, bolaga erkinlik berishi, bola o'zi mustaqil har bir narsani o'rganishi menga juda ham ma'qul bo'ldi. Hech qanday gadjetlarsiz bolalar o'zi mustaqil kun bo'yi rivojlantiruvchi mashg'ulotlar bilan shug'ullanishadi. Bizga til rivojlanishi juda ham muhim edi. 3 xil tilda bolalar bilan suhbatlashishadi: o'zbek, rus va ingliz tillarida. 2 haftani o'zida bolajonim o'zbek tilida shu darajada rivojlandiki, uydagilar ham hayron qolyapti. Nebula Montessori bog'chasini har bir onalarga tavsiya qilgan bo'lardim.